O'rtoqlar, men sizlarga bitta prognoz aytaymi? Bu yil Ashqobodga arzon bo'lib ketadi. Hali meva tugagan yo'q. Dadamni dehqonchiligi. Gullari bor orasida. Lekin hali mevasi yo'q. Mana gullari. Ashqobod arzon bo'ladi degan sababi dadam o'tgan tarozga bilan so'ygan postol bor. Mana bilim qovunlari bilan tarozlari. Oldin ekardi. Keyin o'rtada ekmay qo'ydi. O'sha yillari qimmat bo'ldi. Keyin boshlab ekib qolamiz. Qovun taroz sotolmay qo'ydik. Shundan bir qovun bilan taroz arzon. Mana uydagi dehqonchilikda zo'r. Nitrati ko'p ekan, fosfati ko'p ekan. Degan gap so'zlar bo'lmaydi mana o'zingizniki, o'zingiz uchun. Mana ko'ryapsizlarmi? Qovun tarozi arzon bo'lgan sababi biz olmay qo'yganimiz. Yaqinda pomidorlar. Qovun tarozi lashmayman. Dadam o'zi qiladi. Pomidorlarga qarashib turaman shuncha. Buni bog'lab turgan qo'limizdan tegmayapti. Qurilish boshlab olganmiz oyga. Yana tuyatibdi joyda. O naryoqda ertangilari ham bor. Qizarib yotibdi. Qalampir, baqlajon deganda mana bu qalampirlar. Mana u aytdi. Qalampirlar. Baqlajonlar. Bularga ham uncha qarashib turaman lekin. Doktor вообще uyda hech qimay deganda bormaydi. Asosan ekishda ko'proq ish bo'ladi. O'sha ekish paytida Asli pomidor 200 ta, mana ular bilan 300 ta ko'chat bo'ladigan bo'lsa, o'sha ekishda asosiy ish bo'ladi. Daryoq bo'lgansiz. 3 tacha ko'chat bor o'zimizga yetadi oilaga. Mana kuyib qolgan. Mana orasida.
tarafda bog'imiz bo'lardi, sliva bog'. Kesib tashladik. Bitta mosh. Qushlar yeb tashladi moshimizni. Ham qolgan mana. Qushlar cho'chitgani ammo qilgan. Shunaqa xo'jaligimiz. Ishga borib, ishdan qaytib, mashinlarga yordam berib yuraman.